Mana cho'pchamiz qotdi, gulimiz уже qattimgina. Farforimizni yana bir marta yaxshilab ezib olamiz. E'tibor beringlar. Endi nahotday olamiz. Bu paytida ham hali bizga vayner kerak emas, chunki hali bu joylari ko'rinmaydi. Sekin olib kley bilan surib yuboramiz. Kley men har doim o'qachistka ishlataman. Sababi kistichkani ishlatganingizda kistichkani sochchalari qolishi mumkin. Farfoydan ustini ko'rasizlar, 1 sm dan qo'shib, 1 sm uzr, 1 mm dan qo'shib tepaga ko'tarishni boshlaymiz. Yana nahotday olamiz. Yana ko'tarishni boshlaymiz. Agar farforingiz slishkom yumshoq bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizga vazelin surbasangiz bo'ladi. Tegi qiyshuv chiqsa qo'rqmanglar, eng asosiysi mana o'rtamizdan ko'ryapsizmi, chiroyli chiqadi, qavat bo'lib. Yana endi nahotday olamiz. Shu tarzda kamida 5 tacha qator yopishtiramiz. Hozir 2 ta qator yopishtirdik, yana 5 ta yopishtiramiz. Qo'linglar bilan tekislab olasizlar. Xohlasanglar vaynerda qilsanglar bo'ladi, lekin men uchun qo'lda qilib olish qulayroq, chunki bu joylari ko'rinmaydi. 1 mm teparoqdan olishni boshlaysizlar, ko'rasizlar. Yana bitta yopishtiramiz. Уже tepalari tepalashgan sari sekin vaynerda ishlatsanglar bo'ladi. Vaynerimizni olamiz. Vaynerlarimiz sotuvda bor. Bularni men o'zim tabiiy gulladan vayner yasayman. Sotuvda bor bizda. Hozir endi sekin yana 1 mm ustiga qo'yib sekin yopishtirishni boshlaymiz. Marhamat. Hali bizani cho'pimizni gulli ko'taryapti, chunki tagidagi sizlar bilan birinchi qatlamni qilganimizda yaxshigina qotganda u. Qancha birinchi qatorni yaxshilab qotirib olsanglar, shuncha gulinglar ustoychivoy bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Endi vayner ishlatamiz. Boshini ingichka qilishdan qo'rqmanglar. Gulinglarning o'rtasi tabiiy gulga o'xshab chiqadi. 1 mm dan tepaga olishni boshlaymiz. Tegini oddiy yopishtirib borasizlar, qo'rqmanglar yopishtirishdan. Endi mana qaranglar. Ichini ozgina ochamiz, chunki butonimiz ochilishni boshlashi kerak. Mana ozgina, unaqa ko'p emas, bilinmas ochishni boshlaymiz. Yana olamiz. Faqat nohotni razmerida qilib turaversanglar bo'ladi. Vaynerga qo'yamiz. Endi ozgina qalinroq qilamiz. Chunki уже lipestoklarimizni ochish kerak sekin. Mana kleyimizni ozgina surib boramiz, chunki ozgina quruq ekan. 1-2 tomchi yetadi. Mana qaranglar. 1 mm dan tepaga ko'tarishni boshlaymiz. Chetlarini обязательно kleylash kerak. Mana 1 mm ochamiz. Mana uchini ozgina ochasizlar. O'zi qo'lingizda sezasizlar, millimetr ochishni boshlasizlar. Ko'rasizlarmi? Juda ham chiroyli, nejniy gul chiqyapti. Yana qo'shamiz. Hozircha gulimizni yaxshi ko'taryapti. O'zingizlar sezasizlar, to'shda gulinglar tushib ketish arafasida turganini. Yana bosamiz. Vaynerga qo'yib. Teglarida izlari ketib qolishidan qo'rqmaylik. Yana 1 mm olamiz. Endi qaranglar, ochamiz, ozgina, ko'p emas.
millimetrdan ochishni boshlaymiz. Ozgina qurishga qo'ysak bo'ladi. Qancha ko'p quritib yasasanglar, shuncha izlari aniq bo'lib, cho'kilidan tushib ketmasdan turadi. Endi buni ojizga tiqib qo'yamiz, quriydi.